G'oz to'nkada o'tirib kitob o'qimoqda. Ahaha, judayam zo'r. To'ng'iz g'oz oldiga keldi va so'radi. Do'stim, yaxshimisan? Nima kitob o'qiyapsan? Yaxshi, rahmat. Lagishni olib qarasak, qo'limda kitob ko'ryapsan. Demak, kitob o'qiyapman. Logika haqida. Logika deyapsanmi? Logika nima degani? Senga qanaqa tushuntirsam ekan? Kel, bunday qilamiz. Senga savol beraman. Sen sigaret chekasanmi? Ha, chekaman deylik. Agar sigaret cheksang, demak ichasan ham. Xo'p, ichaman. Demak, ichib cheksang, demak puling bor degani. Ha, bor. Puling bor degani, demak sen qizlarga yoqasan degani. Ha, shunaqadir. Demak, qizlaring bor ekan, demak sen ularni itarasan. Ha, qilib turamiz. Demak, itarishni bilsang, demak senda tuxumlar bor degani. Xo'sh, keyinchi? Senda tuxumlar bor degani, sen hezalakmassan degan. Mana bu logishna to'g'ri keladi. Ha, endi yetib keldi. Sen dahosan. To'ng'iz quyonni oldiga keldi. Quyon, sen logika nimaligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Qara, sen qanchalar ahmoqsan. Senga men tushuntiraman. Sen chekasanmi? Yo'q, men chekmayman. Demak, sen hezalaksan.